Sardor akamga prank qilaman. Olgan kosmetikalarni narxini qimmatroq aytaman. Qanaqa reaksiya qilgan? Shu shtativ qo'yib bor. Qizlarjona xoslar bilan birgalikda. Sardorga kulib qilmayapti. Hoppa. Yoz oyog'imni to'g'rilab olay bo'lsa. Oyoq mana. Bo'lyapti. Qizlarjona xoslar bilan. Bu 100 ming fiksator. Bu 800 ming. Bu men yaxshi ko'rgan pudra. Bu $110. Xudo xolasa buni bir oy ishlatsam kerak deb o'ylayman, chunki ichida ozgina bo'ladi, lekin yuzni shunaqangi matoviy chiroyli qilib beradi qizlar. $30 ga shuni olgan. Maqt. Shu qalam $30 shu. Shu 300 mingdan oshiq mana shu qalam. Aha, dadasi bu zo'r degani bu. Men 800 ming dedim mana buni. Nima bu? Bu $50 bu. $50? Shuni o'zimi. $50? Yoqdimi?